Hech o'ylab ko'rganmisiz, yolg'iz uyda o'tirib kino tomosha qilgan holda rus tilini o'rganish mumkinligini? Bugun biz uyda yolg'iz, ya'ni rus tilida "Один дома" filmidagi sahnalar orqali rus tilini jonli o'rganamiz. Nega aynan bu film? Chunki bu filmda bolalar ham, kattalar ham tushunadigan oddiy sodda rus tili ishlatilgan. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video oxirida sizga o'zingiz film tomosha qilgan holda rus tilini o'rganishingiz uchun bitta juda oddiy usul o'rgatib qo'yaman. Qani boshladik. Filmda asosan birga 3 ta sahnani tahlil qilamiz. Birinchisi bu Kevin uyda yolg'iz qolganda his-tuyg'usi, ikkinchisi bu o'g'rilar bilan muloqot, savol-javob, kundalik muloqot va uchinchisi bu oila sahnalari, sevgi va g'amxo'rlik. Har bir sahnadan chiqqan iboralarni siz do'stingiz bilan yoki tanishlaringiz bilan gaplashganingizda ishlatishingiz mumkin. Chunki bu shunchaki kitobdan olingan iboralar emas, hayotdan olingan gaplar. Keling, birinchi sahnani ko'rib chiqamiz. Машины все здесь. Они не уехали в аэропорт. Я загадал, и они исчезли. Mashina shu yerda, ular aeroportga ketishdi. Men tiladim va ular g'oyib bo'ldi, deb Kevin aytibdi. Кевин, ты ничего не умеешь. Кевин, таких как ты французы зовут les incompetents. Кевин, я скормлю тебя своему тарантулу. Кевин, ты просто больной. В доме 15 человек, и только ты всем портишь нервы. Посмотри, что ты наделал, щенок. Kevin unga uydagilari aytgan barcha yomon gaplarni esladi. Sen hech narsa bilmaysan, hech narsaga loyiq emassan. Uyda 15 ta odam bor, lekin hammani asabini sen buzasan deb uydagilari aytdi. Я загадал, и они исчезли. Boshida xafa bo'layotdi. Ular ketib qolganini endi shu momentlarni eslab, xursand, men tiladim va ular g'oyib bo'ldi. Кто там? Это я, Снейкс. Товар у меня. Tak, endi hozir televizorda suhbatni muhokama qilamiz. Demak, kim u yerda? Bu men, tovar, demak, mahsulot menda deb aytibdi. Положи на порог и убирайся отсюда. Хорошо, Джонни. А как насчет денег? Parog degani ostona, demak, ostonaga tashab, bu yerdan ubiraysa degani sal qo'polroq ma'noda, bu yerdan ket va xo'p dedi, lekin pulchi deb so'rayapti. Каких денег? Эйси сказал, бабки у тебя. Так и сказал. И сколько я должен? Qanday pullar deb aytibdi? Eysi aytdiki, pullar senda. Babki bu qo'polroq ma'noda pul degani. Xo'p, qancha berishim kerak ekan deb suhbatdosh so'rayapti. Эйси сказал 10%. Жаль, что Эйси сейчас далеко. В каком смысле? Eysi aytdiki, 10%. Suhbatdosh aytibdi. Afsus, Eysi shu yerda emas. Qanaqa ma'noda deb sherigi so'rayapti. Эй, я здесь ем и смотрю гадость. А ну запретите мне. Он принимает... Kevin o'ziga o'zi mazza qilayotganini tan olib gapiryapti. "Ey, men bu yerda shirinliklar yeyapman va gadis degani bu mumkin emas, mana yosh bolaga mumkin emas bo'lgan narsalarni ko'ryapti. Ya'ni boyevik hozir u yerda o'ldirishadi bir-birini. O'shaning uchun jirkanch desa ham bo'ladi. Jirkanch narsalarni ko'ryapman. Kimdir menga taqiq qo'yadimi bunga?" deb o'zini o'zi xursand qilyapti. Он принимает ванну наверху. Он позвонит тебе, когда выйдет. Эй! U tepada dush qabul qilyapti va chiqqanida senga qo'ng'iroq qiladi deb aytibdi. Вот что я дам тебе, Снейкс. Я дам тебе посчитать до 10, чтобы ты убрал отсюда свою толстую желтую задницу. Mana senga nima beraman, Snakes? Senga 10 gacha sanashga beraman. Bu yerdan va bu yerda sal qo'polroq gapirilgan, demak, tuyog'ingni shiqlatishingga vaqt beraman degan holda aytibdi, lekin tuyog'ingni shiqlatish hozir bu yaxshiroq ma'noda aytilgani, filmda sal qo'polrog'i. Прежде чем я нашпигую тебя свинцом. Ладно, Джонни, я ухожу.
Sani otib tashlashimdan oldin demak aytyapti, tuyog'ingni shiqillat. Ha, xo'p deb rozi bo'lyapti. 1, 2, 10. Demak, 10 gacha vaqt bergan odam, lekin 1, 2, 10 deb otib tashladi va shuning uchun ham bu gadost deb aytdi Kevin bu narsani, chunki boyevik unga ko'rish mumkin bo'lmagan narsa. Mana shu sahnada Kevin nima his qildi deb o'ylaysiz? Ruslar his tuyg'usini ifodalaganda juda ham ajoyib, qiziq so'zlarni ishlatishadi va bu so'zni tushunmay qolsangiz, sizga ularni ohangi, yuz ifodasi, ma'nosini tushunishga yordam beradi. Aynan shu narsa kino ko'rish kuchi hisoblanadi. Aynan mana shu narsa kino orqali o'rganishning kuchi. Endi siz ham bu iboralarni bir necha marotaba ohangda, baland ovozda takrorlang. 5 семей уехало только на этой неделе. Они мне сами об этом сказали. Это даже... O'g'rilarni suhbatini endi ko'rib chiqamiz. 5 ta oila bu hafta ketishdi va ular bu haqida o'zligi menga aytishdi deb aytibdi bitta o'g'ri. Это даже слишком легко. Проверим. Во всех пустых домах автоматические таймеры. Bu juda ham oson. Tekshirib ko'ramiz deyapti. Hamma shu bo'sh uylarda avtomaticheskiy taymerlari bor. Но я все вычислил. Смотри. Номер 664 зажжется вот сейчас. Men hammasini hisoblab chiqdim. Qara deyapti. 664-raqam hozir yonadi. Стой. Номер 672. Вот сейчас. To'xta. 672-raqam esa hozir yonadi deb aytibdi. Подожди. 671. Сейчас. To'xtab tur, yana to'xtab tur. 671 esa mana hozir. А вот тот самый Марвин главный приз. Просто шик. Просто шик, да. Набит всякими штуками. Стерео, видео. Va oxirgi uy, anavi esa Marvin, bu asosiy mukofotimiz deb aytibdi. Цацки. Наверняка куча драгоценностей. Сейф для наличных. Может, ценные бумаги. Ko'p qimmatbaho narsalar bo'lsa kerak. Naqd pul uchun seyf, qimmatbaho pullar. Кто знает, это просто бриллиант. Дай-ка мне ломик. Kim biladi, bu shunchaki bilyard, demak, katta omad. Дай-ка мне ломик. Будь готов. Lomik bu mana qo'lidagi sindiradigan narsa, demak shu lomikni ber, tayyor tur deb ishni boshlashmoqchi. С Рождеством тебя, малыш! Мы знаем, что ты там, и что ты там один. O'g'rilar endi Kevinni uyiga kelishdi. Yangi yiling bilan bolakay, biz bilamiz sen u yerda va yolg'izligingni, deb o'g'rilar Kevinni uyiga kelishdi. Так что открывай, малыш. Пришел Санта-Клаус. И его Снегурок. Eshikni och bolakay, Santa Claus demak qor bobo va qor qizmas Snegurok degani qor bolasi keldi. Мы тебе ничего не сделаем. Нет. У нас для тебя подарки. Biz senga hech narsa qilmaymiz, sen uchun sovg'alarimiz bor. Так что будь умницей и открой дверь. Будь умницей degani demak aqlli bo'lib eshikni och. Что? Что? Этому сосунку сделай ему что-нибудь. Что случилось? Иди, я тебе сказала. Nima bo'ldi deyapti. Bor, nimadir qil shu bola bilan deb aytibdi. Привет.
Гаденыш вооружен! Вот что! Privet bilamiz. Salom. Гаденыш degani yaramas, demak bolaga nisbatan aytyapti. Вооружен o'qlaydi. Гаденыш вооружен! Вот что! Слушай, я зайду спереди, а ты спускайся к подвалу. Ах ты ж маленький... Eshityapti. Men oldidan kiraman, sen esa podvoldan, ya'ni yerto'ladan. E'tibor berdingizmi, o'g'rilar qanday gapirdi? Ular juda ham qisqa va lo'nda gapirishdi. Ruslar ham xuddi shunaqa. Shunga o'xshagan voqea, hodisalarda uzun qilib qandaydir nimadir muammosini tushuntirmoqchi bo'lsa, gapirishmaydi. Qisqa va tushunarli gapirishadi. Shuning uchun film ko'rganda faqat tarjimaga emas, gapirish tezligiga, ohangiga ham e'tibor bering. Do'stlar, orada ozgina pauza olamiz. Agarda siz ham rus tilini shunaqa qiziqarli, tabiiy, amaliy usulda o'rganishni xohlasangiz, sizga ilm markazi kurslarini tavsiya beraman. Bizda 90 kunda razgovorga chiqishingiz kafolatlanadi. Agarda 3 oyda natijaga chiqa olmasangiz, to'lovingiz 100% qaytariladi. Video ostida havola bor, Telegram yoki WhatsApp raqamingizni qoldiring. Operatorlarimiz sizga barcha ma'lumotni berishadi va demo darslarni yuborishadi. Imkoniyatni boy bermang, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va rus tilini bugundan boshlab amalda o'rganishni boshlang. Xo'sh, endi keyingi sahnaga o'tsak. Где все остальные? О, милый, они не смогли. Они так хотели приехать. Demak, mana Kevin va onasi uchrashishdi. Kevin so'rayapti, qani qolganlar? Oy azizim, ular kelisha olmadi, lekin shunaqa xohlashgan edi, deb oyisi javob berdi. Еще и как. Да, сейчас, О, тебе помогем. Кевин, ну как ты? О, рад тебя видеть. Привет, малыш. Ну как ты? Lekin mana hamma uydagilari yetib kelishdi va mana adasi aytibdi, Kevin, qalaysan? Seni ko'rganimdan xursandman. Я люблю тебя. Все в норме? А? Эй, Кевин, Джеффи, пойди к машине и принеси. ты молодец, что хоть не спалил дом. Akasi aytibdi, barakalla Kevin, uyni yondirib yormading. Давайте, ребята, несите подарки. Спасибо, Баз. Погоди-ка, как вы добрались? Утренним рейсом. Ну, помнишь, ты не хотела его ждать. To'xtanglar, oyisi so'rayapti. Qanaqa yetib keldinglar? Adasi javob beryapti. Ertalabki parvoz bilan esingdami, sen bu reysni kutishni xohlamagan eding. С Рождеством, милая. С Рождеством. Отлично. Погоди-ка, надо сходить в магазин, у нас и Я молока... вчера купил кое-чего. Bir-birini yangi yil bilan tabriklashyapti va oyisi aytibdi, to'xtanglar, do'konga borib kelish kerak. Kevin javob beryapti. Men allaqachon sotib oldim. Ты купил? Молоко, яйца, стиральный порошок. Hamma hayron, sen sotib olding? Kevin javob beryapti. Sut, tuxum va parashok sotib oldim. Что? Нет, правда? Вот это парень. А что еще ты делал тут без нас? Nima? Rostdanmi? Mana bu yigit. Yana nimalar qilding bizsiz? Deb adasi so'rayapti. Бездельничал. Он ходил в магазин. Bekorchilik qildim, бездельничал. Шнурки себе завязать не умеет, а туда же ходил в магазин. Какой-то не настоящий. Akasi aytibdi, oyoq kiyimini boylashni bilmaydi, bu yerda esa do'konga borib kelibdi. Siz ham ushbu iboralarni yana bir marta takrorlang. Birinchi marta sekin va aniq, ikkinchi marta ohangga, talaffuzga ahamiyat bergan holda o'zingiz gapirgandek aytib ko'ring. Do'stlar, mana bugun biz Uyda yolg'iz filmi orqali rus tilidagi jonli va tabiiy iboralarni o'rgandik. Til o'rganish uchun faqat kitob, lug'at, grammatika kerak emas. To'g'ri yondashuv va to'g'ri material sizga kerak bo'ladi va mana shu ikkita narsa bo'lsa, siz istalgan joyda, istalgan vaqtda bemalol tilni o'rganishingiz mumkin. Agar bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda qaysi filmni tahlil qilishimizni xohlaysiz, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, paka-paka.